Hop, hammaga salom. Bu video montajsiz shundoq chiqib ketadi. Shuning uchun ovozimda shum bo'ladigan bo'lsa, noto'g'ri tushunmaysizlar. Montajsiz shundoq qo'yib yuboriladi. Qisqagina bo'ladi. Bitta yana kerakli narsani tushuntirib o'tib ketaman. Hop, qaraydigan bo'lsak, bizda hash to'g'rida mana bu yerda oxirgi SNR bor va undan keyin hash birga olsak ham ana o'sha joyga to'g'ri kelyapti. Plus bu yoqda likvidnost yechilgan. Mana bu yoqdagi likvidnost yechilganligi uchun SNR yaxshiroq ishlab beradi. M15 da ham SNR o'sha joyda va M5 ga oladigan bo'lsak, M5 da mana mana joyida ko'rayotgan bo'lsak, ishlamagan, SNR qolib ketgan va o'zidan oldingi maksimum likvidnostni yechib olgan candle ga aylanib qolgan bu yoqda. Hop, o'sha joy olinyapti. M15 da bo'lsa, bizda bu yoqda switchnoy tasdiq bergan. Shuning uchun M1 ga o'tadigan bo'lsak, M1 dan oldin M5 da ko'radigan bo'lsak, candle yutilishi bo'lyapti. Ya'ni bu candle yutib qo'yapti. Maksimumini olib turib. Undan keyin open close qoldirib ketadi. Ana o'sha open close bizda M1 time frame ga oladigan bo'lsak, QM ga to'g'ri kelyapti mana. QM ga to'g'ri kelyapti va stop loss bu maksimumda bo'lyapti. Stop loss bundan kichkinaroq qilib qo'yish mumkin, lekin hozir aytaman sababini nima uchun katta qo'yilganligini. Bizda take profit bo'lsa M15 ga oladigan bo'lsak, M15 dagi mana Mamitdagi SNR bo'lyapti. Mana bunaqa holatda. Endi hozir sizlarga bitta tushuntirib o'tib ketadigan narsam, SNR, liboy bitta SNR va o'sha SNR ga kelganda candle minimum buzilmasligi. Aytaylik, SNR ga tepadan bozor kelyapti va endi kimdirlar uchun-da bu agarda foydali bo'lsa, hozir prosta shundoq tushuntirib o'tib ketyapman. Qanaqa qilib stop kichkina qilish kerak, boshqa narsa qilish keraklar emas. Bu EMC sifatida qabul qilib turib, kattaroq stop bilan ishlab olsangiz bo'ladigan joyi 1 ga 5, 1 ga 6, 1 ga 7, 1 ga 3, 1 ga 4 ishlab olsa bo'ladigan joyi. Qaraydigan bo'lsak, mana SNR ga keldi. Candle likvidnostini yechdi, o'zidan oldingi bitta candle likvidnostini yechgan. Bu уже bizga tasdiq degan. Undan keyingi candle Mamitda ochilib turib, yo bunga tegadi, ya'ni SNR ga yana bitta qaytib tegadi. Shunisidan kirsa bo'ladi, tegishidan. Lekin tegmaydigan holat ham bor. Shuning uchun bu yoqdan boshqa ehtimollarga qarab turib, narsalarga qarab turib, yana baribir pay qo'shilsa bo'ladi. Bu yoqda ham xuddi shunaqa bo'lganda, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, SNR topilgan va SNR ga mana likvidnostini oldi, o'zidan oldingi tikanlar SNR ga tegdi va o'sha SNR ga qaytib kelib, tega olmasdan tushib ketdi. Tegishi ham mumkin bo'lganligi uchun stop maksimumga qo'yib urilgan. Teganda mana bunaqa holatda entry bo'lgan bo'lardi. Tushundinglar deb o'ylayman. Endi bitta misol ko'rsatib o'tib ketaman. Mana mana shu yerda hop, bizda mana yo'q, mana SNR bor. SNR ga kelganda ko'rayotgan bo'lsangiz, bizda likvidnostini yechyapti. Undan keyingi sizga hozir aytadigan narsam, undan keyingi candle ochilishi bilan entry qilib olish va stop loss ozgina bu candledan teparoqga qo'yish. Take profit o'zingiz xohlagan joyga qo'ysangiz bo'ladi. Liboy bitta SNR yoki mana bitta minimum uchun FV ga bor bu yoqda. Shuncha qo'ysangiz bo'ladi. 1 ga 3 yoki mana bitta SNR gacha mana 1 ga 5 tushundinglar deb o'ylayman. Yana bitta misol mana mana shu o'zida. Hop, qaraydigan bo'lsak, mana SNR paydo bo'ldi bizda. SNR paydo bo'ldi. Farqi yo'q bizga. Ya'ni mana mana keldi. Ya'ni 10 ta candle kelib turib ham keyin yasasa ham ishlayverish kerak. Muhimi buzib qo'ygan bo'lmasligi kerak. Buzib qo'ygan bo'lsa, aktual bo'lmaydi tabiiyki. SNR buzilgan bo'ladi. Mana ham bitta kelish bo'ldi, lekin bu уже qiziq emas bizga. Va undan keyingi candle mana ko'rayotgan bo'lsak, yaxshilab qarasak, bu yoqqa yetib kela olmadi. Yetib kela olmadi. Undan keyingi candle mana buzib o'tdi. Pastida yopildi, sweep qilib turib. Sizlarga aytayotgan narsam, sizlar ishlasanglar bo'ladi. Sizlarga hozir mana bunday holatda ozgina chiqarib, endi
nimani bo'lsa, take profitda bo'lsa, minimumga qo'ysangiz bo'ladi, eng yaqin minimum. Tak, bu minimum olinmagan ekan. Shu minimumga qo'ysangiz ham bo'ladi, lekin error 1 ga 2 bo'lib qoladi. Shuning uchun mana bu yerga minimumga qo'ysangiz bo'ladi, 1 ga 5 qilib mana. Tushundinglar deb o'ylayman. Shu narsani ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, yana qayerda bor? Mana bu yerda bor ekan. Aytaylik, mana SNR paydo bo'ldi. Undan oldingi candle bo'lsa, o'zini liquidnessini yechib olgan. Mana liquidness yechildi va tepaga qarab yopildi. Tepaga qarab yopilgandan keyin shu yerdan buy kirsanglar bo'ladi. Stop losslarni sizlar ozgina mashina tagidan tayyorga qo'ysanglar bo'ladi. Chunki bu aytganimdagi tushib turib, mana SNR ga tegib, yana chiqib ketish kerak o'zi aslida, lekin unaqa holat bo'lmasligi ham mumkin ba'zi bir holatlarda, mana ko'rib turibsizlar. Shuning uchun shunda o'zini maslahat beraman, ehtimolligi yuqori bo'lganligi uchun. Namtgacha 1 ga 4. Bu yoqdagi biz qilgan bitimda bo'lsa, mana shu atrofdan kirilgan. Xuddi o'sha holat, M1da tasdiqlari ham bor. Agar tasdiq qo'shmoqchi bo'lsanglar, qo'shsanglar ham bo'ladi o'zingizlar. Bu yoqda u QM dan kirib ketilgan ko'rayotgan bo'lsanglar, mana QM dan kirilgan joy. Va stop loss mamutga qo'yilgan, sababi mana mamutga ham chiqishi mumkin edi, lekin chiqmasligi ham mumkin edi. Shuning uchun undan keyin yo'lida tasdiqlar qarab ketilgan, bu yoqda liquidnessini olib tushib ketyapti va bu yog'ida bo'lsa yana liquidnessini olib tushib ketyapti, tana bilan olyapti. TBS desa ham bo'ladi, turtle body sub desa ham bo'ladi. Mamutdagi M1dagi open close dan qaytib ketyapti. Nima uchun bu open close? Nima uchun bu yoqdagi SNR emas? Sababi bu SNR 3 marta buzilgan, ya'ni birinchi buzilish, ikkinchi buzilish, uchinchi buzilish. Bu bo'lsa bizda 2 marta buzilgan. Birinchi buzilish, ikkinchi buzilish. 2 marta buzilgan bo'lsa, demak bizga u aktual degani. Undan keyin tushib turib minimumni buzyapti ko'rayotgan bo'lsa, ya'ni razvorot qilyapti. Bu yoqni nima uchun olyapti? Sababi bu yoqda impuls, korreksiya, impuls bo'lgan. Nima uchun mamutdagi minimum olinmayapti? Nima uchun bu yoq olinmayapti? Sababi bu yoqda ko'rayotgan bo'lsa, bu candle'lar hayi yo'q, ya'ni soyasi yo'q. Lekin minimum bor. Bu degani korreksiya hisobida o'tmaydi. Bu yoqda bo'lsa soyasi bor, lekin minimumi yo'q. Shuning uchun bu yoq ham korreksiya emas. Bu bo'lsa soyasi bor va undan keyingi candle soyasini ololmayapti-da, pastga tushib, yopilib, xullas ichida yopilyapti. Undan keyingisi ko'tarilib ketadi. Ya'ni impuls, korreksiya, impuls. Bu yoqda maksimumdan olib, kerakli joydan reaksiya berganidan keyin ko'rayotgan bo'lsak, bizda razvorot va qaytish FVG gacha bo'lyapti. FVG dan reaksiya olyapti. Reaksiya olganidan keyin yana bizga bu yoqda tasdiq beryapti, minimumni buzib, korreksiya beryapti, uje undan keyin mana oqib ketyapti. Ya'ni bu sabablar nima uchun? Bitimi ushasa bo'ladimi, yo'qmi degan savollar uchun ko'plar ko'ryapman. Bitimga yaxshi kirishyapti aslida o'quvchilar, lekin mana mamutda minimum olindi va maksimum sindirib qo'ydi. Korreksiya yana buy bo'lib ketadi deb kutishyapti. Yo'q, unaqa emas. Shu qisman shu bilan ishlatsanglar bo'ladi. Kattaroq time frame'da H1, H4, M15, M30 ishlatsanglar bo'ladi. Tushuntira oldim deb o'ylayman sizlarga. EMC sifatida ishlatsanglar, EMC da bilasizlar, stop kattaroq bo'ladi. Misol uchun qaraymiz, kelaylik, yana bitta mana SNR bor va o'sha SNR tegdi. Sizlarga maslahat berayotganim, mana shu candle yopilgandan keyin sразу buy qilib olish va stop loss sal pastroq qo'yish. Ko'rayotgan bo'lsanglar, hamma ko'rsatayotgan misollarim iloji boricha trend bilan qo'shib ko'rsataman, ya'ni trend bilan qo'shib ishlatish bo'yicha ko'rsataman. 1 ga 4, 1 ga 5 farqi o'zingizga bog'liq. Xohlasangiz qanaqadir fibolaringiz bordir, o'shalar bo'yicha chiqib ketarsiz balki. Tek profit o'zingiz qo'yaverasiz. 1 ga 7 yoki birinchi harakatini o'zini olsangiz ham 1 ga 4 bo'ladi. Mana bunaqa holatlar bo'lmaydi ko'rayotgan bo'lsangiz. Siz misol uchun mana bu SNR topdingiz va hamma kerakli narsalar bor ko'rayotgan bo'lsangiz, sell kirvos, bu yoqda stop loss urilib ketyapti. Shuning uchun trendga qo'shib ishlatganingiz ma'qul. Ya'ni trend o'sib ketyapti-ku, maksimumlarni yengilyapti mana. Tanasi bilan